yangi biznes boshlaganimda biza singlim bilan boshlaganmiz. Opa, siz brendni yuzi bo'lib chiqishingiz kerak. Brendni siz orqali tanishligi kerak odamlar deyishsa, quloq solmaganman. O'zim ozgina introvert odamman. Shuning uchun endi biznes boshlagan paytimda deyarli storylarga, umuman sotsial setlarga chiqishdan juda ham uzoq bo'lganman. Qo'rqqanman desam ham bo'ladi. Oilada bizani skromniy o'stirishgan, tarbiya, mentalitet shunaqa bo'lgan va kameradan to'g'risi uyalardim, balki qo'rqardim. Ozodaga opa siz chiqishingiz kerak deganida, yo'q, menga lichniy brend kerak emas, o'zing chiqaverdim. Yillar davomida shunaqa bo'lgan. Lekin tendensiyalar o'zgaradi, odamlarning fikri ham o'zgarar ekan va ko'rib turganingdek, yoqtirmagan formatlarimda videolar olishga to'g'ri kelyapti. Bu meni brendimni продвиженияsi uchun bir yo'l deb bilaman. Bu menga уже unchalik qiyin emas, qo'rqinchli ham emas. Agar siz hali ham storieslarga chiqishga yoki reelslarda chiqishga uyalayotgan bo'lsangiz, buni hoziroq to'xtating. Eng asosiysi qo'rquvni yig'ishtirib, aynan o'sha qo'rqqan joyingizdan boshlang. Endi bo'lsa, mana shunaqa o'zimizni qalampir baskamizda biznes vstrechaga yo'l oldim. Men bu kompyuter bilan keys doim o'zim bilan